Doktor, tahlillar chiqdimi? Qani ular? Chao xonim, Gu xonim, ikkinchi shifoxonadan kelgan xabarga ko'ra, Gu oilasining katta o'g'li bilan DNK mosligi 99% chiqdi. Biologik farzand ekanligi tasdiqlandi. Topdik. Buni topdik. Akangni topdik, qizim. Oyi. Buni bilardim. Kun kelib, oilamiz yana qayta birlashishini bilardim. Chan xonim, ikkinchi shifoxonada olingan ma'lumotlarga ko'ra, to'ng'ich farzandingiz boshidan olgan jarohati tufayli aqli zaif bo'lib qolgan. U yillar davomida davolanib kelmoqda. Butun umr shunday bo'lib qolishi ham mumkin. Mayli, muhimi topdik. Qolganini keyin o'ylab ko'raveramiz. Darga shifoxona bosh shifokori bilan gaplashdim. U janob Gulni suratini uyingizga yuborgan. Rahmat, katta rahmat. Yur, hozroq uyga qaytamiz. Rahmat, minnatdormiz. Suyetsin. Suyetsin. Men bunchalik jon kuydirishingga arzimayman. Iltimos, ket bu yerdan. Bu telba o'zini qahramon qilib ko'rsatmoqchimi deyman. O'zini inson qatoriga qo'shibdi. Janob Gu, ana ikkalasiga qarang. Xuddi uysiz qolgan dayditlarga o'xshaydi. Janob Gu, bu telba bir marta ham ayol kishi bilan bo'lmagan, o nima deysiz? Uni bizga topshirasizmi? Ha? Yaramasa bilasizlar. Nima gaping bo'lsa menga gapir. Unday Gumin, nima ishing bo'lsa ham to'xtat. Hozirroq faks apparati oldiga bor. Akam topildi. Suratini yuborishgan. Tushundim. Olishing bilan darhol menga yubor. Xo'p. Men o'sha yerdan jilmay turaman. Akam, Guminning akasi topildi. Tangrim o'zingga shukr. Adolat bor ekan. Sizlar ko'ngil xushlik qilinglar. Ular sizlarga sovg'a. Uni mahkam ushlanglar. Hop. Bitta o'pay, bittagina. Ushlanglar uni. Tegma Qani menga. kelchi bu yoqqa. Bitta o'pay, bittagina o'pay. Uringlar, o'lgunicha to'pmaslang. Urmanglar. Iltimos. Voy telba, yaxshicha gapimga quloq solib aytganimni qil. Aks holda sevgilingni mana bularga o'yinchoq qilib berib yuboraman. Bu akamni omon qaytishini so'rab duo qilgan tumonimiz-ku. Endi omon qolmaysan. Seni o'ldiraman. To'xta. Sen. Xiaozi. oyi,